Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal kundalik xabarlarini ko'rishingizga qizg'in qarshi olamiz. Men Arshidin Ediqot. Tövəndə vatanimiz Sharqiy Turkiston va dunyo kun tartibiga aloqador muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qani diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Trampning zarbasiga uchirgan Yevropa Ittifoqi Xitoyni nishonlamoqda. Trampning zarbasiga uchirgan Yevropa Ittifoqining Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashga tirishayotganligi ilgari surilmoqda. Amerika prezidenti Donald Trampning qayta hokimiyat beshiga chiqishi Yevropa bilan Xitoy munosabatini qayta shakllantirganligi haqida munozara qo'zg'algan. Bu bir qator yuqori darajalik Yevropa amaldorlarining Beyjingni ziyorat qilishiga sabab bo'lgan. Bryussel va har qaysi Yevropa ellari poytaxtlaridan kelgan muhim shaxslar qattiq pozitsiyada bo'lish bilan munosabatni yaxshilashga bo'lgan chaqiriqlar orasidan tamponliq shakllantirish haqida izlanmoqda. Geopolitik jiddiychilik ichida Yevropa Ittifoqining farqli pozitsiyasini aks ettirdigan. Yevropa Ittifoqining savdo ishlariga mas'ul amaldorlari Maros Shevchovich Yevropa korxonalari uchun Xitoy bozorini ichishni va Xitoy mablag'i to'g'risida suhbatlashishni maqsad qilgan. Fransiya tashqi ishlar ministri Jean-Noël Barrot bo'lsa savdo nizolarini yeniklatishni umid qilgan va Xitoy Rossiyadan yiroq turishga undigan. Shuning bilan birga Portugaliya va Ispaniya mo Xitoy bilan munosabatni kuchaytirishga, to'qliq avtomobil qatorliq sohalardagi savdo fursatlarini izlashga tirishgan. Ba'zi Yevropa Ittifoqi amaldorlari Xitoyning yo'l qo'yish ehtimolligiga umidvor bo'lsa-mu, Beyjingning kelishishiga rozi bo'lish bo'lmasligi to'g'risida yanada gumon bor ekan. Shuning bilan birga Yevropaning Xitoy mollariga bo'lgan tayinib qilishi va Xitoyning Rossiya bilan yaqin munosabatining ta'siriga taqobil turish haqidagi bas munozaralar davomli kuchaymoqda ekan. Xitoy dengiz soqchilari bilan Yaponiya baliqchi paraxodlari orasida surkilish chiqdi. Xitoy dengiz soqchilari Yaponiyaning baliqchilik paraxodlarini qo'g'lab chiqargan bo'lib, Senkaku orolidagi talash tortish texmi kuchaygan. Janubiy Xitoy shahar pochtasining 25-mart xabar qilishicha, Xitoy dengiz soqchilari Senkaku oroli atrofidagi talash tortish bo'layotgan rayonlarda Yaponiyaning 4 baliqchi paraxodini qo'g'lab chiqargan bo'lib, Xitoy bu rayonning egilik huquqiga ega ekanligini da'vo qilgan. Bu voqea 21-martdan 24-martgacha bo'lgan 3 kun ichida yuz bergan bo'lib, Yaponiya Xitoyning Sharqiy dengizdagi vaziyatning keskinlashtirayotganligi haqidagi ayblashlardan keyin o'tirg'i chiqqan. Xitoy bayonotchisi bu orollarning azaldan tortib Xitoy territoriyasi ekanligi, Yaponiyani qonunsiz faoliyatlarni to'xtatishga chaqirganligi haqida jar solgan. Yaponiya taraf Xitoy paraxodlarining rayondagi mavjudligiga norozilik bildirgan bo'lib, Xitoyning rayondagi faoliyatlarining ko'rinarli darajada oshganligini, bu harakatlarning qurolli paraxodlarini o'z ichiga olganligini ta'kidlagan. Bu voqea Amerikaning diqqatini tortgan bo'lib, Amerika bexatarlik shartnomasi bo'yicha Yaponni qo'g'dash va'dasini qayta ta'kidlagan. Xitoy chet elning jazosiga qarshi turish qonunini ijro qilishni kuchaytirdi. Xitoyning yangi belgilamasi chet elning jazosiga qarshi turish qonunini ijro qilishni kuchaytiradigan bo'lib, aqliy mulklarni musodara qila oladi ekan. Fransiya xalqaro radiosining 24-mart xabar qilishicha, Xitoy bosh ministri Li Chang yaqinda bir buyruqqa imzo qo'yib, chet elning jazosiga qarshi turish qonunini ijro qilish belgilamasini e'lon qilgan. Belgilamaning mazmuni qarshi tadbirlarni mukammallashtirish, tadbirlarni ijro qilishni kuchaytirishni ta'kidlaydi ekan. Belgilamalarda yana tadbir obyektining naqd pul, pay cheki, aqliy mulk qatoriqlarni o'z ichiga olgan mol-mulkini musodara qilish yoki to'ng'iltish choralari aniq bekitilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning chet elning jazosiga qarshi turish qonuni 22-moddani 4 cho'ng turini o'z ichiga olgan bo'lib, 2021-yili 10-iyun e'lon qilinib ijro qilingan. Bu hafta e'lon qilingan belgilama bo'lsa, mazkur qonunni tiximi aniq qarshi tadbirlar va jarayonlar bilan ta'minlaydi ekan. Xitoy yaqinqi yillar mobaynida Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, jumladan majburiy emgakka silish jinoyati sababli, shundaqla Rossiya-Ukraina urushida Rossiyaning shirkat organlari bilan hamkorlashish, yordam berish qatorliq qilmishlari sababli Amerika boshchiligidagi bir qism g'arb ellarining turli jazosiga uchirgan edi. Tayvanni qurol kuchi bilan egallashni tashviq qilgan Xitoylar qo'g'lab chiqarildi.
Tayvan orolini harbiy kuch orqali egallashni tashviq qilgan 3 Xitoy fuqarosi Tayvandan chiqib ketishiga buyurildi. Janubiy Xitoy shahar pochtasining 25 mart xabar qilishicha, Tayvanlik erlar bilan to'y qilgan 3 Xitoy fuqarosi ayol Tayvandan chiqib ketishga buyurilgan. Buning sababi bo'lsa, ular Xitoyning harbiy kuch orqali Tayvanni qo'shib olishni tashviq qilgan. Tayvan hukumatı Xitoyni chet ellik dushman kuch deb qaraydigan bo'lib, ularning Tayvanda turish ruxsatini davlat muqimligiga tahdid elib keladi degan sabab bilan bekor qilgan. Xitoy bilan keskinlik kuchaygan bir mezgilda Tayvan hukumatı dushman davlatdan kelgan shaxslarga qarata texmo qattiq tadbirlarni qo'llanishni ta'kidlagan. Ukraina Amerika bilan o'tkazgan suhbat ijobiy bo'ldi deganlarni bildirdi. Amerika Ukraina vakillar o'miki 23 mart Saudiya Arabistonining Riyod shahrida Rossiya bilan qisman urush to'xtatish mumkinchiligi to'g'risida suhbat o'tkazgan bo'lib, Rossiya vakillari Amerika vakillari bilan 24 mart Riyodda suhbat o'tkazgan. Ukraina davlat mudofaa ministri Rustam Umarov Saudiya Arabistonda Amerika vakillari o'miki bilan o'tkazilgan suhbatning ijobiy va ahamiyatli ekanligini, suhbatning energiya sohasini muzokara qilishni markaz qilganligini aytgan. Amerikaning alohida vakili Steve Witkoff Ukrainadagi urushni oxirlashtirish uchun Saudiya Arabistonda o'tkazilgan suhbatdan ilgari o'zining umidvor ekanligini bildirib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 3 yillik urushni oxirlashtirishni xohlaydiganligiga ishonganligini aytgan. Putin oldingi hafta Ukrainaning energiya aslahalariga qaratilgan hujumni vaqtincha to'xtatishga qo'shilgan. Ammo Trampning uzun muddatlik tinchlik kelishimining birinchi qadami bo'lishini umid qildigan 30 kunlik urush to'xtatishni to'liq tasdiqlashni rad qilgan edi. Ukraina bo'lsa Trampning 30 kunlik taklifini qabul qilgan edi. Hamas xalqi ishg'oliyatchilarga qarshi maydonga chiqishga chaqirdi. Isroiliyaning falastinliklarga qarshi hujumlari davomlashayotganligi sababli Hamas xalqini kelgusi kunlarda umumyuzlik jangga otlanishga chaqiriq qilgan. Bu chaqiriqning asosiy maqsadi G'azza rayonidagi Isroiliyaga qarshi kurash qilayotgan Falastin xalqini qo'llash va shundoqla Quddus va Aqsa masjidini ishg'oliyatchilarning hujumlaridan qo'g'dash uchun ekan. Al Jazeera to'rining 25 mart xabar qilishicha, Hamas harakati seshanba kunidagi bir bayonotda Falastindagi va chet eldagi Falastin xalq ommasini, shundoqla islom dunyosini kelar juma, shanba va yakshanba kunlari qarshilik ko'rsatish namoyishlari va hamkorlik faoliyatlarini kuchaytirishga chaqirgan. Hamas G'arbiy qirg'oq, Quddus va ishg'ol qilingan ichki rayonlardagi barliq Falastin xalqini Aqsa masjidga qarab yurish qilishga va uni ishg'oliyatchilarning hujumlaridan qo'g'dash sepida turishga chaqirgan. Hamas yana Falastin va chet eldagi Falastin xalqini Ramzon oyining 30-kuniga to'g'ri keladigan keng ko'lamli qarshilik ko'rsatish namoyishlariga qatnashishga chaqirgan. Hamas masjidlardagi xutba so'zlaguvchilar va da'vatchilarni kelarki juma xutbasida Falastin, G'azza va Quddus haqida so'zlashga hamda islom ummatini Falastin xalqini qo'llab, ularning chidamchanlik bilan qilgan qarshilik harakatini kuchaytirishga undashga chaqirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.